Assalomu alaykum qadrli obunachilar, Bilal Uz kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan bir partiya do'stimiz Doniyorjonning qo'yini video qilamiz, xudo xolasa. Qo'chqorlar oldi tish yorgan, adashmasam, oldi tish yorganmi, oy? Hech yormaganmi? Tish yormagan ekan, qadrli obunachilar. Yosh qanaqa bilasanmi? Yoshi 1 yosh bo'lmagan toshna. 1 yosh bo'lib bo'lmaganmi? 1 yosh hali bo'lib bo'lmagan-da. 1 yosh bo'lib bo'lmagan ekan. Shularda videosini qilamiz. Bir partiya qadrli obunachilar. Rosa chirsillab ketgan etlar ammo. Bularda nima deyapmiz endi narxini? Bularning narxlarini oshna obunachilarimizga kelishtirib aytamiz-da. Bo'ldi. Ayting narxini. Boshida narxni keyin adreslarni, manzillarni tushuntirib aytamiz. Bular narxini oshna optimga bo'lsa 5 million 400 dan. 5 million 400 dan bir joyga. Bir joyga. Bir joyga. Dastlabki Bular qadrli obunachilar, gavda boshi katta. Shuning uchun 5 million 400 dan deyapti, to'g'risi. Gavda boshlari zo'r. Agar qo'y qimmat desalaring, kiloga ham dedingiz-a? Kiloga ham beraman. Kiloga necha puldan? Kiloga 70 mingdan beraman. Qadrli obunachilar, 70 mingdan kiloga ham oyog'iga tortib berar ekan, tirik bo'lsa-ga deydi-yu. Tirik bo'lsa-ga. Allohchilar. Xo'sh, kiloga ham kelar ekan, qadrli obunachilar. Manzillarimiz Namangan viloyati, Namangan tumani, o'sha Tepa Qo'rg'on qishlog'i, Optimchilar qishlog'ida mana kechki soatlarda video syomka qilyapmiz. Qadrli obunachilar, mana bitta o'tkazgan mashaqa ko'rib obunachilarimizga. Jonivorlar. Soni 14 bosh. Polvon deb ko'ring, ayiq Qadrli polvon. obunachilar, 14 bosh. Ha, bitta o'tolsin. Mana, qadrli obunachilar, ko'ryapsizlar. Tayyor uje. So'ysangiz ham bo'laveradi, bitta vaqt bersangiz. Bir oy, So'ygani ham bo'laveradi. Shuna. bir oyda yollab ketadigan ketadi. Zo'r aytadi. Ehsonga Ham urubqa ham, ha? urubqa ham zo'r bo'ladi. Qozoq hisori qo'yiladi, ha? Tozalaridan, xudo xolasa. Qozoq hisorilar. Sorilar qadrli obunachilar. Bir partiya mana. Chalg'imasdan Zo'rlardan. To'yga ham o'tkazaveradi bemalol, ha? qurbonlikkacha boqsa yana ham zo'r qo'yadi. Qurbonlik endi vobshe olib ketadi bular, to'g'risi mana. Kiloga har taraflama sizlarga qadrli obunachilar kelaverar ekan, to'tmoqlar orasida mana oldi orqa chiroyli, xudo xolasa. Do'stimiz Doniyorbekning qo'ylari. Bu partiya to'g'risi 14 bosh o'zi bugun yetib keldi. 14 bosh xolos. Jumadan keyin keldi shuna. Ha, jumadan keyin keldi. Mana kech soatlarda o'lyapmiz. Hammalaringga juma muborak bo'lsin. To'tmoqlar orasida. Bittadan laykni bosaverasizlar. Arzon qo'yamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa like bosib qo'yinglar. Videolarni trendga chiqaraylik. Xudo xolasa. Nima dedingiz? Xudo xolasa ko'paytiramiz. Inshaalloh. Bittadan qo'ydi ko'ringlar, olmasalaring ham bitta like bosib ketaveringlar. Xudo xolasa olishadi ham. Xudo xolasa olsin. Ha. Endi qimmat ekan, talanan ham sanagan demay, kommentariyga negativ yozishmasa, Ha. bitta like bossin, bo'ldi. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Lekin bunaqa yirik qo'ydi ham apki olish oson emas. Oson bo'lmaydi. To'g'risi gapda, oson emas. Qiyin, to'g'risi. Endi hamma ishni o'ziga yarasha qiyinchiligi bor-ku, lekin bu yirik qo'ydi apki yana ham qiyin ekan. Shuna hali qo'zi, ammo veslari ham dahshat. Kilasi ham zo'r, xudo xolasa. Tirik vazni ham chiroyli ves chiqaradi. Chiqaradi, xudo xolasa. Baqaman degan odamga ham urug'liqqa ham afsun zo'r qo'ydilar shuna. Ha, zotga, urug'likka qo'ydan bola olaman deganlarga ham bemalol sog'liqqa qo'shgani Hoji akalar, bo'laveradi. Hoji akalar ishqibozchilikka faqat degan o'ylarda Ha, to'g'ri. Hoji akalar, to'g'ri. Hoppiga bir to'rtta tashab qo'yib, Makka dollar sif qo'yib yoniga. Ha. Qur'on hayitgacha baqsa, ikkita qo'ylari. Yollib ketadi ammo. Ikkita qo'ydi, shuni sotoladi, 10 ga 5 ta olib boradilar-da. To'g'ri. Bu gapingiz ham to'g'ri. Yemlar yeb turgan qo'ylar ashuna. Qadrli obunachilar, Xudo xolasa hammalaringga nasib qilsin, mana shunaqa qo'ylardan olib 100 ta baqish nasib qilsin. Va shu kanalimiz rivoji uchun like bosib, qo'llab-quvvatlaverasizlar degan umidamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.